Malina pranikni boshqalardan farqli yasashni o'rganib eling. Oldi bilan yurak qo'njoq qilib olamiz. Andin gapning oxirini deb beray. Bu bo'lsa faxrlik ustozimiz Ifara ustamning ijodiy o'lchimi. Amina ustam, bu pranikningiz ig'iz kirpog'icha shundoq erib turdi-ki, buning sababi nima? Albatta xumarning suvsiz miyi. Xumarning suvsiz miyini ishlatmasa, albatta ig'iz kirsa erib turmaydi. Malina pranik yetarlik materiallar. Xumar, bal, suvsiz miyi 150 gram, un 300 gram, panfin 50 gram, nayfin 40 gram, shanfin 2 gram, soda 3 gram, soda 2 gram, tuxum 1 dona, qatiq 60 gram. Biz avval suvsiz seriq miyimiz bilan unni talqon qilib olamiz. Keynidan panfin, nayfin, shanfin, poda, soda, quruq jismlarni silib bir ilashtirib olamiz. Keynidan tuxum bilan qatiqni silib xemir yog'irib olamiz. Yo'g'ilgan xemirimiz mush holatda bo'lsa bo'ladi. Endi biz xemirni ambaldik ilib, tekshi nepiz holatda yeyib olamiz. Yeyib olgan xemirimizni mana mushunga o'xshash qiliblarda bisib tayyorlab olamiz. Mana bu xemirlarimizni qilibga ilib, shaklga kirgizib oldik. Endi biz buning o'ttirsiga va ikki yon tarafiga malina murabbarimizni mushunga o'xshash siqib olamiz. Mana pishiriqlarimizni mo'raslab oldik. Endi biz buni oldin qisilgan kavshang silib pishirib ilib olamiz. Kavshangning gradusi asti 190 gradus, usti 180 gradus. 15 minutdan 20 minut atrofida qarab turib pishirib olsak bo'ladi. Mana bu pishiriqimiz shunchalik chiroyli pishib chiqdi. Endi biz buni qiziq vaqtida ustiga tanfin chechib tayyorlab olamiz. Mana shunga o'xshash o'zimizning ehtiyojiga qarab bozorlarimizda sotsak bo'ladi. Sen kelgin bag'imdan, gulaman, gulaman, gulayman. Gül aşığı bulbulni, xiliman, xiliman, xiliman.